Hop, assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Psixologiya tarixidan, demak, biz kechagi safhada 20 asrda psixologik rivojlanishni o'ziga xosligi, yo'nalishlar, psixologiya sohalari mavzusida e, darsimizni boshlagan edik. Bugun uni mantiqiy davomi sifatida e, o'sha mavzuyimizni davom ettiramiz. Ya'ni kechagi darsimiz so'ngida 20 asr psixologiyasini umumiy xususiyatlarini yoritib o'tdik. U davrdagi o'sha inqirozni yuzaga keltiruvchi jihatlari, inqirozni vujudga keltiruvchi e, bir qancha xususiyatlarni va u davrdagi bo'rtib ko'rsatilgan bizgacha ta'sirini o'tkazgan bir jihatlarini ham ko'rib o'tgan edik. Endi bugungi darsimizda o'sha o'sha inqiroz natijasida yuzaga kelgan bir qancha ilmiy maktablar bor psixologiyada va yo'nalishlar bor. Ularni tasniflab o'tishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda bu biheviorizm maktabi. Demak, biheviorizm maktabi psixologiyada dastlab tashkil etilgan maktablardan va bugungi kun zamonaviy psixologiyasi uchun ulkan hissa qo'shgan maktablardan biri hisoblanadi. Asoschisi Jon Votson. Psixologiya uni o'sha asoschisi Jon Votsonning fikriga qaraganda psixologiya bu xulq atvor haqidagi fan. Ya'ni mana shu joydan shu Jon Votsonni gapidan psixologiyada beharizm qanaqa yo'nalishda ekanligi ma'lum bo'ladi. Ya'ni insonni xulq atvorini o'rganishni asosiy obyekt qilib tanlagan. Ya'ni psixologiya asosiy yo'nalishi xulq atvorga qaratishi kerak degan e, yondashuvlar, demak, o'sha beharizm yo'nalishidagi e, olimlarga tegishli bo'ladi. Tadqiqotni markazida kuzatiladigan xulq atvor, stimul reaksiyalari va bundan tashqari Skinnerni operant xulq nazariyasini ishlab chiqqan, mana bu beharizmni asosi hisoblanadi. Yoki bo'lmasa Torndayk tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar, mana bu asosiy uchlik, ya'ni Jon Votson, Torndayk, Skinnerlar tomonidan ilgari surilgan g'oyalar hammasi birlashib behaviorizm yo'nalishi ilmiy maktabini asosini tashkil etadi. Hop, asosiy metodi SR deb bu formula, ya'ni stimul va reaksiya, ya'ni inson tashqi muhitdan kelgan stimullarga, ta'sirlarga o'zidan javob reaksiyasini qaytaradi. Mana misol uchun, muloqa jarayonida sizga nisbatan bosim bo'layotganda siz bu vaqtda passiv yoki aktiv tarzda reaksiyalarni bildirishingiz mumkin va siz bu yerda ma'lum xulq atvorni namoyon etasiz. Behaviorizm inson ruhiyatini tajriba va xatti-harakat qonuniyatlari orqali ilmiy o'rganish imkonini bergan. Birinchi obyektiv psixologik yo'nalish sifatida buni demak talqin etib ketayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, endi bu yo'nalishni, psixologiyadagi behaviorizm maktabini asosiy mohiyati, yo'nalish mohiyatini shunaqa olish mumkinki, bu psixologik yo'nalish inson va hayvon xulq atvorini obyektiv kuzatadigan, o'lchab bo'ladigan xatti-harakat orqali o'rganishni asosiy maqsad qilib olgan. Aynan emotsiyalarni emas, aynan intellektni emas, shaxsni irodaviy sifatlarini emas, xulq atvorini u obyektiv tarzda, eksperimental tarzda o'lchab bo'ladigan nuqtai nazarda o'rganishlikni o'zlariga asos qilib olganini ko'rishimiz mumkin. Uning asosiy g'oyasi shundan iboratki, psixik jarayonlarni ong, hissiyot yoki bo'lmasa bizni xayollarimiz, irodaviy sifatlarimiz bevosita kuzatib bo'lmagani uchun ham shu ongimizni nimani o'ylayapmiz hozirgi vaziyatda uni aniqlash mumkin emasku, qiyin. Hislarimiz ayrimlari tashqarida emotsional jihatdan namoyon bo'lishi mumkin, ayrimlarini biz tashqariga albatta chiqazmaymiz va buni tashqaridan kuzatgan odam albatta bilishi qiyin bo'ladi. Ma'lum simptomlar, elementlar bilan bu yerda mutaxassis aniqlashi mumkin. Endi ularni umumiy olganda tashqi tomonda belgisi kam bo'lganligi, o'rganish imkoniyatlari cheklanganligi sababli o'sha davrda ular ularni o'rganishdan voz kechyapti va
ularni ilmiy tahlil obyekti sifatida qabul qilib bo'lmaydi degan xulosani beryapti. Aksincha, xulq-atvor ta'sirini stimulga mos javob reaksiyasi tarzida o'rganish lozim. Ya'ni harakatlarni, xatti-harakatlarni, xulq-atvorni o'rganishga qaratish kerak degan nazariyani, g'oyani demak ilgari suryapti. Va bu narsalar mexanizm maktabini, ilmiy maktabini mohiyati sanaladi. Ilmiy, bu ilmiy maktab mohiyatini yana quyidagicha qisqacha ifodalash mumkin. Birinchisida, obyektivlik tamoyili, faqat kuzatadigan hodisalar tahlil qilinadi. Deterministik yondashuv har bir xatti-harakatni tashqi sabab stimul bilan belgilanadi. O'rganish nazariyasi xulq-atvor tajriba, mukofot va jazo orqali shakllanishini bu yerda ilgari surgan. Bu dastlabki davrlarda bu metod bor edi, ya'ni mukofot va jazolash orqali shakllanadi deyishlik. Biz o'zimizdagi ayrim xulq-atvor kattalar tomonidan mukofot orqali shakllangan bo'lishi. Misol uchun, mana bu ishni doim qilib borsang, senga bu narsani beraman tasda. Yoki bo'lmasa jazolash. Sen agar bu ishni sodir etsang, bajarsang, qilsang, jazolanishi. Bu orqali bizda ma'lum xulq-atvor shakllangan va ularda mukofot va jazolash orqali shakllanishini o'sha davrda belgilab berib o'tgan. Ilmiy metodologiya eksperimental o'lchov natijalariga tayanadi. Bu orqali xulosalar chiqaradi. Hop, bu ma'lum yuqorida berib o'tgan ma'lumotlar bexvarizmga tegishli. Endi Gestalt ilmiy maktabi, Gestalt yo'nalishida bu yerda asoschilari Wertheimer, Kofka, Kellerlar bo'ladi. Asosiy g'oyasi ajratib emas, bir butunlikda hamma jarayonlarni o'rganishni ilgari suradi. Idrok, tafakkur yaxlit tizimi sifatida o'rganiladi. Idrok bilan tafakkurga juda katta e'tibor qaratilganligi bilan ajralib turadi. Hop, endi Gestalt psixologiya bu inson idroki, tafakkuri, xulq-atvorini yaxlit tizimi butunligiga, ular alohida emas, bir butunlikda, yaxlitlikda o'rganishlilikka bu yerda o'zlarini yo'naltirgan asosiy g'oyasi shu asosda yuzaga kelgan. Inson ongidagi hodisalar qismlarga bo'lingan holda emas, balki misol uchun bir qanaqadir psixologik noqulaylik yoki bo'lmasa muammo yuzaga keldi, uni alohida emas, umumiy tarzda har tomonlama yondashib ko'rishlikni bu yerda Gestalt psixologiyasi ilgari surgan. Hop, bu yerda bir qancha tamoyillar bor. O'sha tamoyillar orqali biz uni mohiyatiga yana kirishib boramiz. Birinchisi yaxlitlik tamoyili, butun obraz qismlarning yig'indisidan ortiq ma'noga ega. Keyingisi struktura va shakl tamoyili, inson idroki tartib va shaklni izlaydi. Mana shu asosida demak ilmiy izlanishlarini quradi ular. Organizatsiya qonunlari, idrok jarayonida yaqinlik, o'xshashlilik, birin-ketinlik, davomiylik va yopiq shakl qonuniyatlari faol ishlaydi deb belgilaydi ularni tamoyilda. Muammoli vaziyat va insight. Inson muammolarini birdan tushunish, insight orqali hal qiladi. Mana misol uchun qanaqadir vaziyatga duch keldik bizda psixologik nuqtai nazardan va uni yechimini birdan tushunib olishlik, qaysi tomonga borsa hayotimiz uchun yaxshi, qaysi tomonda esa bu yerda mavhumlilik, qaysi tomonda esa yomonlik darhol bizga ko'rinadi, biz tasavvur qilamiz. Mana buni insight orqali hal qiladi deb bu yerda bildirib o'tyapti. Umuman olganda Gestalt psixologiya psixik jarayonlar alohida elementlar emas, balki ularni yaxlit, o'zaro aloqador tarzda o'rganishlikni bu yerda taklif etadi. Hop, psixologiyada o'zini eng katta izini qoldirgan yo'nalishlar sifatida bu psixoanaliz tavsiflanadi. Psixoanalizni bilamiz, asoschisi Zigmund Freud. Bu haqida biz dastlabki darsimizni dastlabki davrlarda ham aytib o'tgandik. Asosiy tushunchasi ongsizlik, shaxsda ongsizlik holati, libido, himoya mexanizmlari haqida demak bu yerda asosiy tushunchalar mavjud. Shaxs strukturaviy tuzilmasi haqida freydizmda yaxshi ma'lumotlar berilgan. Birda id, ego va super ego tushunchalari bilan bu yerda ajratib ko'rsatadi. Ya'ni id bu boshqarib bo'lmaydigan mayillar shaklida, ego shaxsni o'zini
kognitiv bilish sohasi jihatida super ego atrof muhit uni boshqarishga yordam beradigan bir jihat sifatida bu yerda tasvirlangan ko'rishadi. Psixoanaliz bu inson psixikani ongsiz, behush jarayonlar orqali tushuntiruvchi ilmiy yo'nalish hisoblanadi, deyapti. Ya'ni ularni aytishida biz kundalik turmushda biz yashab turgan olamda xatti-harakatlarni hammasini tushunib bo'lmaymiz. Ba'zida nima uchun bunaqa qilganimizni, nima sabab bo'lganligini tahlil qilmasdan o'sha faoliyatni, harakatlarni amalga oshiramiz degan yondashuv bu yerda ko'zda tutilgan, ya'ni ongsiz ravishda amalga oshirilishi va buni talqin qilishi, ongsizligimizda nima bor, asosi nima, nimaga shunaqa qilindi, buni tahlil qiladi, analiz qiladi psixoanaliz yo'nalishi. Ong osti impulslari, instinktlar, bolalik tajribalari va ichki konfliktlarni bu yerda tadqiq qilgan, o'rgangan yo'nalish sifatida ko'riladi. Asosiy maqsadi shaxs ongsizlik impulslarini anglash orqali ruhiy muvozanat tiklash, ya'ni boyagi anglanmagan holatlarni tahlil qilish, analizda ularni tushunib anglashimiz orqali ruhiyatimizdagi muvozanatga erishish hisoblanadi. Endi bu psixoanaliz yo'nalishi maktablari vakillarini bir qancha guruhlarga ajratamiz. Birinchi guruhida Alfred Adler, Karl Gustav Jung va psixoanaliz klinik psixologiyasiga bu yo'nalish orqali kirib borganini ko'rish mumkin. Keyingi yo'nalishda ego psixologiya vakillari o'zlarini qizlari bo'lgan Anna Freyd, Heinz Hartmann, Erik Eriksonlarni ko'rish mumkin. Erik Eriksonni o'sha keyingi psixologiyani boshqa yo'nalishlarida ham albatta chuqurlashtirib o'rganamiz, chunki u shaxsni davrlashtirishdagi o'zini nazariyalari bilan hozirgacha ham bor. Yangi Freydchi, neofreydizm yo'nalishi davom ettirganlar bor. Karen Horn, Erik Fromm, Gary Sullivanlar bu yerda o'sha psixologiyada psixoanalizni davomchilari sifatida ko'riladi. Bundan tashqari gumanistik psixologiya mavjud bizlarda. Gumanistik psixologiya bu eng avvalgilaridan hisoblanadi. Bular ham 1950-yilda bexarizm va psixoanalizga qarshi oqim sifatida paydo bo'ldi. Ya'ni ularni qaysidir jihatlarini inkor etdi, qabul qilmagan bir qarama-qarshi oqim sifatida. Asoschilari Abraham Maslow, Karl Rojerslar. Shaxs faol ijodkor, o'zini rivojlantiruvchi mavjudot sifatida ko'radi. Endi bu yerda eng mashhur bo'lgan gumanistik nazariya asoschilaridan biri bo'lgan Abraham Maslowning ehtiyojlar iyerarxiyasini ko'rib chiqamiz. Insonning asosiy maqsadi o'zini ro'yobga chiqarish degan bir tushunchani ilgari suradi. Mana agar ekranlarga e'tibor beradigan bo'lsak, Maslow bo'yicha ehtiyojlar piramidasi. Ehtiyojlar bizni hayotimizni asos sifatida ko'rgan va ularni tasdiqlayapti. Mana birinchisi fiziologik ehtiyojlar. Uyqumiz keladi, ovqatlangimiz, nasl qoldirish, boshqa jihatlar. Bu hayvonlarda ham mavjud. Xavfsizlikka bo'lgan ehtiyoj, buni ham ijtimoiylashuv, ya'ni boshqa insonlarni muloqotiga, ular bilan birga bo'lishga ehtiyoj sezamiz. O'z-o'zimizni hurmat qilish va o'z-o'zimizni anglashga bo'lgan ehtiyojlarni, demak, Maslow o'sha iyerarxiyadan, piramidadan tuzib chiqqanini ko'rishimiz mumkin. Karl Rojers men konsepsiyasi orqali mijozga yo'naltirilgan terapiyalar, psixoterapiyalarni ishlab chiqadi va u hozirgi kungacha ham eng amaliy natijaga erishtiradigan vosita sifatida bu yerda ko'rish mumkin. Bundan tashqari kognitiv psixologiya bor. Bruner, Nasser va Piagetlar ong axborotni qayta ishlovchi tizim sifatida ko'radi. Ya'ni kognitiv psixologiya insonni tafakkuri, tushunishi, anglashini, yo'l yo'riqlarini va psixologiyada buni o'rganish muhim degan nazariyani ilgari surgan olimlar qatori yig'ilgan bir tuzilma sifatida ko'rilyapti. Xotira, tafakkur, idrok, til jarayonlarini o'rganadi. Bular orasida Piaget aqliy rivojlanish bosqichlarini, bolalarda qanaqa kechadi aqliy rivojlanish, nimalar unga ta'sir qiladi, ijobiy, salbiy jihatlarini o'rganib chiqadi. Ijtimoiy psixologiyani rivojlanish keyingi davrlarda Levin guruh dinamikasi nazariyasini, Shistingerning kognitiv dissonans g'oyalari asosida rivojlanganini ko'rish mumkin. Amaliy psixologiyani shunaqa sohalari, tarmoqlari yuzaga keldi. Bular o'sha tibbiyot psixologiyasi, pedagogik psixologiya, ijtimoiy mehnat psixologiyasi, konsultativ klinik psixologiya, bundan tashqari bizlar muhandislik,
yoki bo'lmasa yuridik psixologiyalarni ham bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hop, bu mavzuni to'laqonli matnini platformaga joylab qo'yamiz. Albatta tanishib, topshiriqlarni ishlash orqali yanayam mustahkamlab olishingiz kerak bo'ladi.